Va tomoshabinlar, men bugun zo'r o'yin topdim. Mana nomi baytan ko'rinib turibdi, qaranglar. Survival Hunter Games 2. O'ta ham zo'r Minecraft vs Counter. O'ta shunaqada. Mana bu yerda shunaqa yillar. Yo'q, bu yerdan doktorlar buni yerga qo'yish ahmoqona holat. Hamma undan chiqaman, uyga borayda. Hozir o'zimga qurol sotib olamiz. Uy, bu hammasi qimmat. Bitta sen sotib olaylik. Ana qana yaxshi. Ana ikkalasi yaqilgan, endi zo'g'otsa kerak obunachilar. Qani sinab ko'ramiz. Bundan chiqamiz ana. Endi play. Qanaqa yutamiz ekan. Bu o'ta zo'r o'yin. Men ham to'g'ri maza o'ynadim. Bu ana qurolimizni. Hozircha qo'limiz bo'ladi. Bo'lmasa mana shu bu o'zi hozirgina qilgan qurolimiz, bu keyingi qurol, bu qo'limiz, bu hozirgina qilgan qurolimiz. Yaxshi. O'q-dog'i. Mana bu yerda xarita bor. Mana shu yerda xarita bor. Bilib olamiz. Stop. Ya. Tagimda ekan. Keyin oldimda ham bor. Bu yomon tutadi. Qani uyamiz. Demak, teskari tomonga ketyapman ekan. Qani bittasini yo'q qilay. Menga bittasini yo'q qilay. Ma, senmisan? Yo'q, senmasan. Yo'q. O'ytan bor. O'ta zo'r o'yin ekan. Qaranglar. Shunaqa kuchayasizlar. Agar shunaqa videolarni ko'p ko'rishni istasanglar, menga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. O'q tugadi. Ana menga o'q-dog'ilar kerak, obunachilar. Yo'q, pastda bor ekan. Ana uni o'ylaydi. Uni gidib olmadi. Uyda qurol ekan bu. Yani o'q-dog'ilar. O'q-dog'i yo'q. Bitta bo'lsa ham bo'ladi. Yo'q. Bular mana bu donachalarni miksaylar sizlarga pul beradi. Qaranglar, mana tepa yonboshda pul turibdi. Ana, tayyor. Mana shu yerdagi pulni biz olamiz. Qani, mana jon. O'qana jon. Yani haritadan ko'rsakkina bu yoqda bo'lishi kerak. Yo, bu yerdami? Qani, bu yerda o'tib olaman. Qani bu, o'g'limda yo'tyapti ekan. Uy qatyapti-da, obunachilar qaranglar. Qatyapti. Nima bo'lyapti obunachilar? Mana bizda qanaqa qurollar bor? Biz hozir mana uni qilamiz. Sniper ekan obunachilar. Jon, o'q-dog'ilar. Ana boss. Ko'ringlarmi? Jon. Yaramas. Ko'rdilarmi jon?
Obunachilar o'lib qoldim. O'lib qoldim obunachilar. Ko'rdinglarmi? Qiyindi. Ana pulim ham obunachilar. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos, zerikib qolibman. Hech kim obuna bo'lmaydi. Shunga menga obuna bo'lib qo'yinglar. Ya bu nimaligini hech tushunmayman qaranglar. Bu qismda nima qildim? Ya g'aradi. Yana bo'lsam, yana kiraman. Yana bitta narsa qiladi. Qaranglar, boshda o'yinda hech bo'laveradi. Qaranglar. Bular hozir menga otadi. Nima qiladi? Nima foydam? Men boshqa qismda aytgancha men zo'r o'yinam topdim. Mana bitta. Agar ash haqida ham video chiqarishimni istasanglar, 5 ta like, 5 ta fikr yozib qo'yinglar. Ashuna keyingi video chiqadi. O'shanda. Bu o'yinmi? Qaranglar, ana ashincha qismlari bor ekan. Mana o'zimiz qismimiz. Sizlarga tortib o'ynashni maslahat beraman. Yana bir yo'qlagandan keyin o'zi yig'adi. Xullas, obunachilar videomiz ham shu yerda tugadi. Aytgancha 20 ta obunachim yig'ilganda aytdim. 20 ta obunachim yig'ilishi bilan Artfake o'xshagan uzun videolardan chiqaraman deganman. Tez 20 ta bo'laylik. Sizlar ham zerikib qolmanglar, videolar chiqadi. Pastda bitta narsa bor-da. Zerikdim, qaranglar. Tepam og'ini otyapti endi bitta. Otmayapti. Zo'r o'yinda. Uyga qaytamiz. Mana. Nomi ham mana. Nomi ham zo'r bo'lib qo'yishgan. Qarang. Iltimos, menga obuna bo'linglar. Zerikib ketdi. Tez obuna bo'lsanglar. Undan zo'rroq videolarni chiqarardim. Ana. Ana tayyor. Menga obuna bo'linglar. Iltimos like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Charchab ketdim. Yana bitta zo'r video shunaqa qurol haqidagi zo'r yana bitta video ham topganman. Agar ash haqida ham video chiqarishimni istasanglar, hozir aytganimdek menga obuna bo'ling, like bosing. Fikr yozib qoldiring. Xayr, ko'rishguncha. Goodbye.